Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammisiga xush keldinglar. Men Hidayat Musajan. Bugun 4-oyning 20 kuni seshanba. Muborak Ramazon oyining 8-kuni. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugungi xəvərlər pirugrammimizning tafsilotida bo'lsin. Angliya parlamentida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqidagi taklif loyihasi ovozga qo'yilish oldida turayotgan bir paytda Uyg'ur ishlamchilarining to'g'rida e'lon berilib setilayotganligining oshkorlanishi Angliya parlament a'zolarining kuchli ayblashiga uchradi. O'tgan juma kuni Angliyadagi donliq axborot kanali bo'lgan Osmon xabarlar to'g'ri Xitoyning Baydo qatorliq to'rbatlarida Uyg'ur amgakchilarining setiladiganligi haqida e'lon berilganligini xabar qilgan. Ular Uyg'ur amgakchilar haqida e'lon bergan kishilar bilan aloqa qilib, bu Uyg'urlarning Xitoy o'lkalaridagi zavodlarga yo'llanadigan ishchilar ekanligi, bularning yerim harbiy tuzum bilan boshqariladiganligidan xabardor bo'lgan. Osmon xabarlar to'rining muxbiri Tomchi shoir Xitoyning Baydo to'rida 50 dan 100 ga qadar Uyg'urning setiladiganligi haqida necha 10 yerda e'lon berilganligini bayqagan bo'lib, u o'zi bilan so'zlashgan e'lon beruvchilarning Sharq Turkistondan keltirilgan bu ishlamchilarning yerlik hukumat organlarining siyosiy tekshirishidan o'tkazilganligini bildirganligini bayon qilgan edi. Angliyadan chiqadigan Mustaqillik gazetining xabar qilishicha, bu vaqtda fikr bayon qilgan Angliya parlament a'zosi Nusrat Xeyni top holda Uyg'urlarning xuddi qullardek baho talashtirib setilishi qo'rqinchli va butunlay yerginishlik degan. Osmon xabarlar to'rining mazkur xabarga inkos qaytargan Amgak partiyasining sobiq raisi Ian Duncan Simit Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik qilayotganligidan qilchi shubhalanmaydiganligini bildirgan. U mundaq degan: "Haqiqat shuki, Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanyotadi. Bu jihatda ko'nglimda hech shak yo'q. Ular bir etnik to'pliqni butunlay yo'qotib o'tmoqchi." Angliya parlament a'zosi Nusrat Xeyni xonim tarafidan tonishtirilgan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqidagi qaror loyihasi 22 aprel Angliya parlamentida ovozga qo'yildi. O'xshash kunda yana Litva parlamentining a'zosi Dovil Sakalin xonim tarafidan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb tonish haqida sunilgan qaror loyihasi Litva parlamentida rasmiy ovozga qo'yildi. Shundaqla chet ellardagi Uyg'urlarning diqqat e'tibori yuqorqi ikki davlatning parlamentida ovozga qo'yiladigan qaror loyihasining natijasiga markazlashdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasini sungan Angliya parlament a'zosi Nusrat Xeyni xonim bilan Litva parlamentining a'zosi Dovil Sakalin xonim Uyg'urlar masalasiga izchil ko'ngil bilib kelganligi va Xitoyni Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik ilib berish bilan qattiq ayblab kelganligi sababli Xitoy tashqi ishlar ministrligi tarafidan 22 mart kuni Yevropa ittifoqidagi 10 nafar shaxsga qarata yurgizilgan embargo tizimligiga kirgizilgan edi. Washington shahridagi kommunizm qurbonlari xotira fondi bilan Uyg'ur harakati tashkiloti tarafidan 19 aprel kuni uyushtirilgan to'r muhokama yig'inida Dunya Uyg'ur qurultiyining bosh taftishi, uzun yillik aktiv siyosiy faoliyatchi Abdul Hakim Idris tarafidan qalamga ilinib, yaqinda inglizcha va turkcha tillarda nashr qilinib tarqatilishga boshlagan Qizil qiyomat, Xitoyning turk va islom dunyosini mustamliklashtirishi hamda Uyg'ur qirg'inchiligi nomli asarning mazmunini ko'rgan asosda Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi umumiy vaziyati, shundaqla Uyg'urlar masalasining xalqarodagi taraqqiyot yuzlanishi haqida ilmiy analiz va muhokama elib berildi. Mazkur muhokama yig'iniga kommunizm qurbonlari xotira fondining raisi, Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janva shahridagi sobiq bosh elchisi Andrew Bilenberg, Dunya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Amerika Islom munosabatlari kengashining raisi Nihat Avod va Qizil qiyomat nomli asarning avtori Abdul Hakim Idris qatorliqlar ishtirok qildi. Dolqun Aysa apandi kommunizm qurbonlari xotira fondi tarafidan tasdiqlangan va dunyoda yuqori inovatga ega bo'lgan 2016-yillik Teroman Regan erkinlik medaliga erishgan edi. Bu qitimqi muhokama yig'inida kommunizm qurbonlari xotira fondining raisi Berenberg apandi qilgan so'zida o'tgan bir necha yilda Uyg'urlar masalasining kichiklikdan zo'riyish va oddiy bo'lgan rayon xarakterlik masaladan dunyoviy masalaga aylanish ahvolini aslab o'tdi. Shuningdek, navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini biladigan diplomatiya xodimlarining ilgirkidan zo'r darajada ko'payganligini, bo'libmi Amerika tashqi ishlar ministri Blinken apandimi o'zining Uyg'urlar duch kelayotgan fojiani irqiy qirg'inchilik deb qaraydiganligini bildirgandan keyin buning diplomatiya sohasida bu vaqtdagi xizmatlarni davom qildirishga bakmo foydali bo'lganligini so'zlab o'tdi. U shu qatorda biz davomli bu masalani texmo yuqori pallaga ilib chiqishga tirishimiz. Shuningdek, Amerikadan ulgi ilib boshqa davlatlarning Uyg'urlar haqida qarorlarni elishiga turtki bo'lamiz deb ko'rsatdi.
Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa әпәндімі Qizil Qiyomat nomli asarning avtori Abdulhakim İdris әпәндінің uzun yillik sirdosh do'sti va sabdishi bo'lib sufiti bilan yig'inda qilgan so'zida Xitoy hukumati navbatda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilikni tasodifiy o'ttirga chiqqan hodisa deb qaramaydiganligini alohida ta'kidladi. Dolqun Aysaning qarashicha Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilishi amaliyotda ularning necha 10 yillab izchil ijro qilib kelgan assimilyatsiya siyosatlarining bir baldoq yuqori ko'tarilishidan iborat. Xitoyning bu tadbiri mohiyatda shakli o'zgargan holda izchil davom qilib kelgan bo'lib, hozir zulmning eng yuqori pallasini yaratgan. U alohida qilib dunyoda kishilik huquq masalalari ko'plab mavjud. Ammo Uyg'urning beshiga kelayotgani kishilik huquq masalasi emas. Bu misli ko'rilmagan irqiy qirg'inchilik. Uyg'urning beshiga kelayotgan zulmlar hech qanday bir millatning beshiga kagini yo'q deb ko'rsatdi. U buningga misol qatorida eng vahshiy va eng zolim deb qaralgan hukumatlarning hech qanday fuqarolarning nima yeyishi, qanday kiyinishi, qanday salomlashishi degandek hayotlik faoliyatlarga chek qo'ymaydiganligini. Uyg'urlar hozir urug' tuqqanlarning o'lik tirikini bilmaydigan darajada yangilayotganda dunyoning bu masalaga qarata texmo ko'p amaliy harakat qo'llanishi lozimligini sharhlab o'tdi. Amerika Islom munosabatlari kengashining raisi Nihat Avod apandi yig'inda qilgan so'zida o'zining Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni yolg'iz Uyg'urlarning beshiga kelgan bir fojia deb qaramaydiganligini, yana kelib Xitoy hukumati o'qituvchi fikrlarni jimiqtirishda utuq qozonayotgan ahvolda musulmonlar dunyosi duch kelayotgan turli masalalarning eng beshiga Uyg'urlar masalasini qo'yish, Amerikadagi va boshqa joylardagi musulmonlar jamoati Uyg'urlarni himoya qilish namoyishini ko'plab uyushtirish, shuningdek qo'lidan kelishicha Xitoy mollarini boykot qilish lozimligini alohida ta'kidladi. O so'zning oxirida men mushu xildagi ovozsiz xalqlarning ovozi bo'lishini xohlayman. Shunga men har qachon Uyg'urlarning do'sti ham ularning himoyachisi bo'laman dedi. Qizil Qiyomatning avtori Abdulhakim İdris apandi yig'in ahliga mazkur asarni yezib chiqishidagi sabablar haqida tushuncha berib o'tdi. Bo'libmi buningda yolg'iz Uyg'urlarning dardini bayon qilishlar emas, texmi muhimi insoniyat dunyosiga g'oyat zo'r tahdid paydo qilayotgan Xitoy hokimiyatining mohiyatini sharhlab berish. Shu orqali Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikning insoniyat duch kelayotgan fojianing boshlanishi ekanligini ko'rsatib berishni ko'zlaganligini. Mazkur kitobni o'qiganlar shu orqali Xitoyning mohiyatini hamda Uyg'urlarning ahvolini tushunsin deb orzu qilganligini alohida ta'kidladi. Germaniyaning dunyoga mashhur avtomobil shirkati Volkswagenning xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va Dunya Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining shuncha kuchlik noroziligiga qaramay, o'zining Urumchidagi sho'ba zavodining ishlab chiqarishini davomlashtirganligini e'lon qilishi g'arb matbuotlarining kuchlik tanqidiga uchradi. Mazkur shirkat 19 aprel e'lon qilgan bayonotida o'zini oqlab, uning Urumchidagi zavodida majburiy emgakning mavjud bo'lishining mumkin emasligini bildirgan. Volkswagenning mazkur bayonotda Amerika, Kanada, Germaniya qatorliq davlatlarda Uyg'urlarning Volkswagenga qarshi norozilik harakatlari yuqori pallaga ko'tarilgan va uning Urumchidagi sho'ba zavodini taqishi talab qilinayotgan mezgilda e'lon qilindi. Volkswagenning Urumchidagi sho'ba zavodi 2013-yili qurilgan bo'lib, uning Uyg'ur majburiy emgakidan foydaga erishish mumkinchiligi andisha qo'zg'ab kelgan. Germaniya axborot agentligining xabar qilishicha, Volkswagenning Xitoy bozoriga mas'ul amaldori Stephen Wolstein 19 aprel Shanxayda muxbirlarga bu shirkatning Urumchidagi zavodining harakatini oqlab, shirkatning mezoniga amal qilayotganligini bildirgan. U mundaq degan: Majburiy emgakda kishilarning tanqidiga uchraydigan bundaq masalaning bizning zavodimizda mavjud bo'lishi mumkin emas. Chunki biz ishchi xizmatchilarni bevosita qabul qilamiz degan. Uning aytishicha, ko'p xillashtirishning yo'lga qo'yilishi osonlik millatlarning ishga o'rinlashish masalasini hal qilgan bo'lib, bu xil usulning hech qanday kamsitish shakli yo'q ekan. U so'zda yana Shinjonga mablag' selish iqtisodiy nuqtadan mumkinli bo'lsa uni davomlashtiramiz deb ko'rsatgan. Lekin kuzatuvchilarning aytishicha, Volkswagen ishchi xizmatchilarni bevosita qabul qilamiz deysimi, biroq Sharq Turkistonda hukumat kontrol qilmagan birmi Uyg'ur emgak kuchi yo'q. Türkiyədə Uyğurlar məsələsini izchil turda aktiv qo'llab kelayotgan o'qituvchi partiyalardan İyi partiyasiga mansub parlament a'zosi Arslan Qabuqchi o'g'li apandi Uyg'urlarni 3 oy ichida Türk vatandaşlıqıga qabul qilish to'g'risidagi bir qonun loyihasini Turkiya parlamentiga sundi. Turkiya fuqarolikqa qabul qilish qonuniga 2019-yili tuzatish kirgizgan bo'lib, bu qonun bo'yicha vatandaşlıqni iltimos qiluvchilar Turkiya fuqaroligini olish uchun Turkiyada uda 5 yil iqomat bilan turishi shart. Ammo İyi partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Arslan Qabuqchi o'g'li apandi Turkiya parlamentiga sungan qonun loyihasida munolarni ta'kidlagan. Turkiyaning davlat bexatarligiga xavf ilib kelmaydigan Uyg'urlar Turkiya Ichki ishlar ministrligiga iltimos sungan taqdirda 3 oy ichida Turkiya fuqaroligiga qabul qilinishi kerak.
Türkiyədəki Şərqi Türkistan ommaviy təşkilatları uzundan buyan iqamət bilan Türkiyədə turuyotgan Uyğurlarni Türkiyə fuqaralığına qəbul qilishni talab qilib kelgan bolsa-mı, ammo hozirga qadar yana 20 ming atrofidagi Uyğur texnicha Türk fuqaralığını alanmagan. Parlament a'zosi Arslan Qaboqchi o'g'li apandi bularni nazarda tutgan holda vatandaşlıqqa o'tishni xohlagan Uyg'urlarni 3 oy ichida fuqarolikqa qabul qilish to'g'risidagi qonun loyihasini sungan. Kuzatuvchilar Xitoy hokimiyatining davomli holda Turkiyaga ba'zi Uyg'urlarning tizimligini topshirib, Turkiyaning qaytarib berishini talab qilib kelayotganligini. Agar Turkiya bu qonun loyihasini ma'qullasa, Xitoyning Turkiyadan bundaq talablarni qilolmaydiganligini ta'kidlashmoqda. Hozir Turkiya parlamentida jami 584 parlament a'zosi bor bo'lib, bularning ichida hukumatni qo'llaydigan parlament a'zolarining soni jami 337 nafar. O'qituvchi partiyalardan bo'lgan parlament a'zolarining soni 247 nafar. Şunu bu qonun loyihasining ma'qullanishi uchun navbatda hokimiyat beshida turayotgan Adolat va Taraqqiyot partiyasiga, shundaqla uni qo'llayotgan Millatchi harakat partiyasiga mansub bir qism parlament a'zolarini qo'llab ovoz berishi shart. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 19-aprel doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya musulmonlariga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qildi. Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya musulmonlarini nishon qilgan insoniyatga qarshi jinoyat nomli 53 betlik bu dokladda Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya musulmon xalqlarga qarata keng ko'lamli tutqun, qiyin qistoq va madaniyat bostirishi elib borganligi ta'kidlangan. Kuzatuvchilarning aytishicha, xalqarodagi nopuzluq bu tashkilotning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini insoniyatga qarshi jinoyatda bekitishining simvollik ahamiyati zo'r bo'lib, bu boshqa davlatlarning buni ulgi elishiga turtki bo'ladi ekan. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bu dokladi Angliya parlamenti bilan Litva parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qaror loyihasini 22-aprel ovozga qo'yishning harfisida e'lon qilindi. Dokladda Sharq Turkistondagi keng ko'lamlik va sistemalik tutqun qilish, qiyin qistoq, madaniyat bostirish siyosatlarga va boshqa jinoyatlarga Xitoy rahbarligining javobgar ekanligi ta'kidlangan. Dokladda yana javobgarlarni jazolash, javobgarlikka tortishni olg'a surish, Xitoy hukumatiga yo'llanishini o'zgartirish to'g'risida besim ishlatishning birlikka kelgan xalqaro harakatga ehtiyojli ekanligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu dokladni Amerikadagi Stanford universiteti qonun fakultetining kishilik huquq va ixtiloflarni hal qilish kliniki bilan birlashib tayyorlagan. Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida o'tgan yili 18-dekabrdan buyon izchil davomlashayotgan millat navbatda faoliyati 120-kuniga kelganda, Turkiya hukumatining Ramazon oyida yo'lga qo'ygan yangi koronavirus tadbirlari sababli vaqtincha to'xtatildi. Turkiyada yaqindan buyon koronavirusining tarqalishi texmo og'irlashib ketgan edi. Shunga Turkiya bexatarlik xodimlari faoliyatchilardan yangi e'lon qilingan koronavirus vabosi tadbirlari sababli faoliyatni vaqtincha to'xtatishni talab qilgan. Turkiya soqchi doiralarining telefonini topshirib olgan namoyishning asosli tashkillovchilaridan Javlon Shirmamat apandi soqchilarning buyrug'i bo'yicha Xitoyning Istanbul konsulxonasining oldida davomlashayotgan millat navbatda faoliyatini vaqtincha to'xtatganligini bildirdi. Lager qurbonlari yaqinlaridan 12 kishi 2020-yili 18-dekabr kuni Istanbuldagi Xitoy konsulxonasining oldida oila navbatda faoliyatini boshlagan edi. Faoliyat bu yil 3-fevral Anqaradagi Xitoy elchixonasining oldiga yo'tkalgan bo'lib, oila navbatda faoliyati Xitoyning qirg'inchilik siyosatining zarbasiga uchirgan texmo ko'p kishilarning ovoz qo'yishi bilan millat navbatda faoliyatiga o'zgartirilgan edi. Bu faoliyatga Yevropa, Yaponiya va Amerika qatorliq davlat va rayonlardagi ko'plagan lager tutqunlarining yaqinlari ovoz qo'shgan edi. Anqara va Qaysariyada o'tkazilayotgan millat navbatda faoliyatiga Turkiya bexatarlik tarmoqlari yo'l qo'ymaganligi sababli 21-fevral kuni Anqaradagi lager qurbonlari yaqinlari Istanbulga qaytgan edi. Faoliyatchilar Ramazon oyidan keyin faoliyatini qaytadan davomlashtirganligini bildirishdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammisi diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamlıq pirugrammimizni görüşəyli. Görüşkice aman boğaysızlar. Xeyr xoş.